Saat haq, nebiyler haq, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haqlar. Allah'ım senga taslim bo'ldik, senga tavakkal qildik, senga iymon keltirdik, senga qaytdik. Sening yordaming bilan do'lashamiz. Seni hakam qilamiz. Avvali oxiri, xufiyoni oshkora barcha maxfiy ishlar hamma senda. Sen oldin qilguvchisan, sen ortga qilguvchisan. Sendan o'zga iloh yo'q. Allohim bizga islomga hidoyat qilganingga va bizga hikmat sunnati o'rgatganingga o'zingga hamd bo'lsin. Allohim bizga Ramazon ro'zasini tutishni, uning tunlarini ibodat qilishga muyassar qilganing uchun o'zingga hamd bo'lsin. Qur'onni tugatishga va aziz kitobingni tilovatlarga muvofiq qilganing uchun o'zingga hamd bo'lsin. Allohim Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga avvalgilar oxirgilar ichida salovat yo'llagin. Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga har vaqt, har zaman hamda oliy jamoat ichida qiyomat kunigacha salovat yo'llagin. Allohim Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu zotning ahli ashablariga qiyomatgacha qadar ergashganlarga salovat yo'llagin. Allohim faqat sen ibodat qilishga loyiqsan. Eslatishga sening o'zing xosdir. Podshohlarning eng sharaflisi sensan. So'zlarining eng saxovatlari o'zingsan. Beradiganlarning eng imkoniyatli kattasi o'zingsan. Sen haqiqiy podshohsan. Sheriging yo'q. Yagonasan, tenging yo'q. Senga faqat sening izning bilan ergashib itoat qilamiz. Sening asosiy qaniyatdir. Eng yaxshi guvoh, eng muhofazachisan. Dillarni ortidasan, peshonalaridan tushgansan. Ajallarni bitgansan, qalblar senga tashnadir. Sirlar sening oldingda oshkora. Halol bu sen halol qilgan narsa, harom bu sen harom qilgan narsa. Din bu shariat qilingan narsadir. Sen o'zingdan o'zga iloh yo'q Allohsan. Ey Allohim, sen yakkasan, sheriging yo'q. Eng go'zal isming, oliy sifatlaring bilan so'raymiz. Bizlarning duolarimizni qabul et. Bizni do'zaxdan asragin. Allohim, bizdan qiroatimizni qabul et. Tilovat chog'ida bizdan o'tgan xatodir, unutishdir, ziyodalikdir, nuqsondir, yo bir kalimani o'z o'rnidan o'zgartirishdir, yoki shubhadir, shakdir, yanglishdir, yoxud yomon ohang yoki Qur'on tilovati shoshilishdir, barchasini o'zing kechirgin. Allohim, biz sening qullaringmiz, qullaringning bolalarimiz, cho'rilaringning farzandlarimiz. Biz haqimizda hukming o'tib o'tgandir. Taqdiring bizning haqqimizda adolatdir. Sen o'zingning nomingni kitobingda nozil qilgan, yaratganlardan bildirgan, o'zing o'rgatgan, huzuringda g'oyibiy ilmda saqlab qo'ygan har bir ismingni so'raymiz. Qur'onni qalbimizni bahori, dilimizni nuri, xafakichiligimizdan ayrituvchi, tashvish g'amlarni ketkazuvchi, roziligingga, jannatingga, serne'mat jannatingga boshlovchi, olib boruvchi etgin. Allohim, Qur'on tufayli bizga rahim qil va uni bizga yo'l boshchi nur, hidoyat, rahmat va shifo etgin. Allohim, Qur'ondan bilganlarimizni, bilmaganlarni o'rgat. Unutganlarimizni yodimizga sol. Kecha kunduz roziliging uchun uni o'qishlikni nasib etgin. Allohim, Qur'on bilan qalblarimizni munavvar qil. Qur'on bilan xulqlarimizni ziynatla. Bizni Qur'on bilan do'zaxdan qutqar va Qur'on bilan jannatingga kirgizgin. Allohim, Qur'onni bizga dunyoda oshnamiz, qabrda hamnafasimiz, sirat uzun nur, jannatda rafiq, do'zaxdan to'siq va parda hamda barcha yaxshiliklarga yo'ldoshi qilgin. Allohim, Qur'onni har bir harfidan bizga halovat, har bir kalimasidan bizni izzat, ikrom, har bir oyatlari tufayli salomatlik, har juz tufayli mukofot nasib etgin. Allohim, Qur'onni azim bilan bizni foydalantir va yuksak qilgin. Allohim, bizni Qur'on o'qib yuksak boradiganlardan qilgin. Qur'on o'qib baxtsiz bo'ladiganlardan qilmagin. Allohim, bizni Qur'on ortidan boradigan va natijada o'z sening roziligingga, jannatingga yetaklaydigan qilgin.
Qur'onni ortiga solib olgan, natijada u gardanidan tutib do'zaxga tashlaydiganlardan qilmagin. Allohim bizni o'z ahling va xoslari bo'lmish Qur'on ahlidan qilgin. Allohim bizni uning halol qilganini halol bilib, harom qilganini harom bilib, mutashabbihlarga iymon keltirib, muhkamlariga amal qilishga va uni to'liq tilovat qilishlikdan ato etgin. Allohim bizlarni uning harf hududlarini qoyim qiladiganlardan etgin. Harflarni to'kis ijro etib, hududlarni zoya qiladiganlardan qilmagin. Ey Allohim, Qur'onni qalbimizga ziyo, ko'zimizga jilo, mahzunligimizni ketkizuvchi, do'zaxdan xalos etuvchi, do'zaxdan azuvchi etgin. Allohim, Qur'onni shafoatchimiz va uni bizni foydamizga hujjat qil, zararimizga qilmagin. Allohim, Qur'on tufayli bizga oxiratda sarfarlar keldi. Soyalarni salqinlantir. U tufayli bizdan azobni ko'tar. Ne'matlarini ziyoda et. Ey ulug'lik, olijanoblik sohibi. Allohim, Qur'on bilan bizni baxtsizlikdan saodatga, do'zaxdan jannatga, zalolatdan hidoyatga, xo'rlikdan izzatga, yomonlikni barcha turidan barcha yaxshilik turi sari olib o't. Ey doim hayot butun olamni tutib turuvchi zot. Allohim, bizlarni kitobingni tilovat qilganlardan va xatm chog'ida zafar quchganlardan qilgin. Allohim, mana bu bandalaring sening kitobingni haqini hozir bildilar. Rahmatingdan umid qilib turibdilar. Azobingdan qo'rqadilar. Allohim, ularga ato et. Ularni mahrum etmagin. Ularni mukarram et. Xo'rlamagin. Ularni ustini et. Osti etmagin. Ey rahimlilarni rahimlisi. Robbimiz, biz kitobingni haqini hozir etib turibmiz. Eshiging oldida ulovlarimizni cho'ktirib qo'yganmiz. Bizni dargohingdan haydamagin. Chunki agar sen haydasang, bizga o'zingdan o'zga qudrat bor, quvvat bor. Allohim, ushbu xatimizni o'qiganga ham, eshitganga ham, duoda omin deganga ham muborak etgin. Allohim, ushbu yurtni va boshqa musulmonlar yurtini omon osoyishta etgin. Allohim, bizlarni o'z vatanimizni tinch omon qil va boshliqlarimizni, ish boshliqlarimizni salohiyatini ziyoda et. Allohim, dinga yordam berganlarga yordam ber. Musulmonlarni xo'rlaganini o'zing xo'r etgin. Allohim, musulmonlarni qalblarini birlashtirgin, o'rtalarini isloh qil, ularni salomatlik yo'lida hidoyat qil va zulmatlardan nurga chiqar. Allohim, ularning ulamolarini haqqini bayon qilishga, unga da'vat qilishga muvaffaq et. Alloh ularni mag'firat et, ularga rahm qilgin, darajalarini hidoyat topganlar ichida yuksak qilgin, haq va rost uzra jamlagin. Ey oliy Robbimiz, Allohim, biz senga quvvatimiz zaifligidan, chorasizligimizdan, odamlarga yukinib qolishimizdan shikoyat qilamiz. Sen rahimlilarni rahimlisan, chorasizlarni egasisan. Ey Robbimiz, sen bizlarning Robbimizsan. Agar bizga g'azabing bo'lmasa, ularga parvo qilmaymiz. Biroq sening ofiyating biz uchun kengroqdir. Zulmatlarni yorishtirgin va dunyo oxirat ishini to'g'rilab turgan yuzing bilan o'zingni bizni noroziligingni indiradigan, bizga g'azabing ravo bo'lib qolishidan panoh tilaymiz. To'g'ri rozi bo'lmagunicha istashimizni talab qilishimiz haqqimiz bor. Sen o'zingdan o'zga iloh yo'q, qudratli zotsan, kuch va quvvat Allohning o'zingdan o'zgada yo'q. Allohim, musulmonlarni yosh, erkak ayollarni isloh et. Allohim, ularga iymonni sevimli aylagin. Uni ularning qalblariga ziynat qilgin. Ularga kufr, fusuq isyonni yomon ko'rsat. Bizlarni ham, ularni ham to'g'ri yo'llarda qilgin. Allohim, kitob nozil qilgan zot, bulutlarni yurgizuvchi, hisobi tez zot, guruhlarni tormor etuvchi zot, barcha joylarda dushmanlarni tormor etgin. Allohim, tashvishli musulmonlarning tashvishlarini bartaraf etgin. Andiqqa botgan musulmonlarning andiqlarini aritgin. Xalqlar musulmonlarning qalblarini tugatgin va bizning va musulmonlarning kasalliklarimizga shifo bergin. Allohim, barcha joylarda Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatidan
mashaqqat balolarni, fitna ofatlarini ko'targin. Allohim, musulmonlarga, mo'minlarga ularning tiriklari o'tganlarini mag'firat qil. Sen eshituvchi, yakka-yagon duolarni qabul qiluvchi zotdirsan. Allohim, sening birligingga, nabiyning rasuliga guvohlik berib, shunday o'lgan musulmonlar marhumlarimizni barchasini mag'firat qilgin. Allohim, ularni mag'firat qilib, ularni rahmatiga ol, omonlikda qilgin, ularni afiyat, manzillarini yaxshilagin, yotgan joylarini keng qil. Xuddi oppoq kiyimni suv, qor va do'z suv bilan yuvib, kirlarini tozalagandek ularning gunoh xatolarini musaffo etgin. Allohim, ularni yaxshiliklarini yaxshilik bilan, gunohlarini af mag'firating bilan mukofotlagin. Allohim, hidoyat qilganlaring qatori bizdan ham hidoyat qilgin. Ofiyat qilganlaring qatori bizga ham ofiyat ato et. Do'st tutganlaring qatori bizga ham do'st tut. Ato etgan narsalaringda bizga baraka bergin. Yomon taqdirdan bizni o'zing asra. Sen hukm chiqarasan, biroq sening ustingdan hukm chiqarilmas. Sen do'st tutgan kishi xor bo'lmas. Sen dushman tutgan kishi aziz bo'lmas. Muborak bo'lding va oliy bo'lding. Taqdir qilganlaring uchun o'zingga hamd bo'lsin. Ato etganlaring uchun o'zingga shukr. Allohim, barcha gunoh xatolarimizni mag'firat etishingni so'raymiz va o'zingga tavba qilib, sendan o'zga panoh so'rab, o'zingga najot so'raymiz. Allohim, biz bilan seni masiyat qilish o'rtasiga to'sadigan darajada qo'rquvchini, bizni jannatingga yetarishga sabab bo'ladigan darajada to'atni, bizga dunyo musibatlarini yengillatishga yetarli yaqin chin iymonni, islomni, modomiki bizlar yashar ekanmiz, quloqlarimizni, ko'zlarimizni, quvvatlarimizni bizlar bahramand etgin. Ularni bizga voris ayla. Bizga zulm qilganlardan o'ch olishga imkoniyat ber. Bizga dushmanlik qilganlar ustidan bizga nusrat ber. Musibatimizni dinimizda qilmagin. Dunyoning eng katta tashvishimiz va ilmimizda yetgan joyi qilmagin. Gunohlarimiz tufayli bizga rahm qilmaydigan kishilarni ustimizga hukmdor qilmagin. Allohim, biz sendan hoksorlikni chin ishonuvchilarning ixlosini, yaxshilikka yondashishni, iymon haqiqatiga yetishni, har bir yaxshilikdan o'lja olishni, har qanday gunohdan saqlanishni, rahmating bizga lozim bo'lishini, mag'firating taqozo etuvchi narsalarni, jannat bilan zafar tutishni, do'zaxdan najot topishni so'raymiz. Allohim, biz sendan o'zingni sevishni, seni sevganlarni sevishni va seni sevdirishga yaqinlashtiradigan amallarni sevishni so'raymiz. Robbimiz bizga sevgingni ahlimizdan ham, yaxni suvdan ham sevgini qilgin. Allohim, biz dangasalikdan, qattiq qarib qolishlikdan, gunohkorlikdan, qarzdorlikdan, qabr fitnasidan, qabr azobidan, do'zax fitnasidan, do'zax azobidan, boylikning fitnasi yomonligidan sendan panoh tilaymiz. Sendan faqirlik fitnasidan ham panoh tilaymiz. Sendan yana Masih Dajjal fitnasidan ham panoh tilaymiz. Allohim, xatolarimizni bizdan qor va do'l suv bilan yuvgin. Xuddi oq libosning kirlarini top-toza etgandek qalblarimizning xatolarini ham top-toza etgin. Allohim, sharq bilan g'arb orasini uzoq qilganingdek biz bilan gunohlarimizni orasini uzoq qilgin. Allohim, biz tashvishdan, xafalikdan, ojizlikdan, dangasalikdan, qo'rqoqlikdan, baxillikdan, qarz yukidan va kishilarning g'olib ustun kelishidan sendan panoh tilaymiz. Allohim, biz og'ir balodan, baxtsizlik etishdan, yomon qazoyi qadardan va dushmanlarning shoqirishidan sendan panoh tilaymiz. Allohim, mag'firating gunohlarimizdan keng, rahmating esa biz uchun amallarimizdan ko'ra umidbaxshroqdir. Allohim, biz naf bermaydigan ilmdan, qo'rqmaydigan qalbdan, to'ymaydigan nafsdan, yig'lamaydigan ko'zdan va huzuringda eshitilmaydigan, ijobat bo'lmaydigan duolardan panoh so'raymiz. Allohim, qalbimizni nifoq, amallarimizni riyodan, tillarimizni yolg'ondan, ko'zlarimizni xiyonatdan qo'rqagin.
Sen ko'zlarning xiyonatini va qalblar maxfiy tutgan narsalarni ham bilasan. Allohim bizga bildirgan narsalaring bilan bizni naflantir. Bizga naf beradigan narsalarni bildirgin va bizga manfaatli ilmni ziyoda etgin. Allohim bizga manfaatli ilm, qo'rquvchi qalb, komil iymon, chin yaqin va qabul qilingan amallar nasib et. Allohim bizlarni halol qilganing bilan harom qilganingga kifoyalantir va o'z fazling ila o'zingdan o'zgaga bizni behojat qilib qo'ymagin. Bizni sen bilan eng behojat bo'ladigan kishi bandalaringni senga eng muhtoj etgin. Bizlarga bizni tug'yonga yetkazadigan boylik, sendan chalg'itadigan salomatlik tuhfa etmagin. Allohim bizdan behojat qilganingdan behojat qilgin. Allohim biz sendan saodatmandlarning hayotini, shuhadolarning manzilini, anbiyolarning hamrohligini, dushmanlardan g'oliblikni so'raymiz. Allohim umrimizning oxirini xayrli qil. Amallarimizni oxirini xayrli qil. O'zingga yo'liqadigan kunni eng yaxshi kun qilgin. Allohim bizlarni barcha ishlarimizni isloh qil. Ko'z ochib yumguncha ham bizni na o'zimizga, na bir yaratganingga tashlab qo'ymagin. Sen o'zing bizlarning do'stimizsan, yordamchimizsan, biz ko'mak beruvchisan. Butun olamlarni egasan, buyuk arshning Robbisi Allohni poklab yod etamiz. Olamlarning Robbi Allohga hamd bo'lsin. Allohim biz sendan rahmatingni vojib qiluvchi, mag'firatingni taqozo etuvchi, narsalar har bir yaxshilikni o'zi o'risi, har yomonlikdan salomatlikni so'raymiz. Bizning hech bir gunohlarimizni qo'ymay mag'firat qil. Hech bir tashvishlarimizni qo'ymay choyish bergin. Hech bir qalblarimizni qo'ymay ado etgin. Hech bir kasalligimizni qo'ymay shifo bergin. Hech bir vafot etganimizni qo'ymasdan rahmat qilgin. Hech bir mazlumimizni qo'ymasdan yordam bergin. Hech bir qiyinchiligimizni qo'ymay osoyishta ato etgin. O'zing rozi bo'lgan va bizlarni manfaatimizda bo'lgan dunyo va oxiratdagi barcha hojatlarimizni ado etgin. Allohim sen ko'mak beruvchisan. Sen rahimlilarning eng rahimlisan. Allohim ishlarimizni himoyasi bo'lgan din diyonatimizni isloh qil. Hayotimiz garovi bo'lgan dunyomizni isloh et. Hayot joyimiz bo'lgan oxiratimizni isloh et. Hayotni biz uchun barcha yaxshiliklarni ziyoda omili qilgin. O'limni biz uchun barcha yomonlikdan rohat qilib qo'ygin. Allohim biz sendan jannat va jannatingga yaqinlashtiradigan so'z amallarni so'raymiz. Do'zax va do'zaxga yaqinlashtiradigan so'z amallarni sendan panoh so'raymiz. Allohim biz sendan bandang Muhammad sallallohu alayhi va sallam so'ragan barcha yaxshiliklarni so'raymiz. Biz sendan Nabiy Muhammad sallallohu alayhi va sallam panoh so'ragan barcha yomonliklardan panoh so'raymiz. Allohim biz sendan yaxshilikni naqd nasiyasini, bilganimizni bilmaganimizni so'raymiz. Biz sendan yomonlikni naqd nasiyasini, bilganimiz bilmaganimizdan panoh so'raymiz. Allohim sen afv etuvchi, karamli zotsan. Sen afv etishni yaxshi ko'rasan. Bizni afv etgin. Allohim bizni do'zaxdan asragin. Gardanlarimizni va ota-onalarning gardanlarini do'zaxdan ozod etgin. Rahmatingga ey rahimlarni rahimlisan. Iloho bizni o'zingdan o'zga Robbimiz yo'q. Unga duo qilsak va sendan o'zga molikimiz, podshohimiz yo'q. Undan umid qilsak. Allohim sening so'zing haq. Sen menga duo qilinglar. Sizlarni ijobat etaman degansan. Albatta bu duo ijobat etish senda. Bu bir urinishdir. Suyanış esa senga. Sen kuch va quvvat Allohim sendan o'zgada yo'qdir. Ya Allohim Ramazon oyini bir necha yil uzoq zamonlar sog' salomat, iymon, baxt saodat ichida qayta nasib et. Allohim bizga Ramazonni o'zingning roziligiing bilan va do'zaxdan ozod bo'lgan holda yakunlashni nasib et. Allohim bu buyuk oyni ajri savoblardan bizni mahrum qilib qo'ymagin. Allohim bizni mahrum qilib haydamagin. Agar sen haydasang, axir biz uchun o'zingdan boshqa bir ega yo'q.
Robbimiz bizga bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilik ber. Bizni do'zax azobidan asragin. Robbimiz ustimizga sabr to'kkin. Qadamlarimizni sobit qil va kofir qavmlarga qarshi bizga nusrat ber. Robbimiz agar unutsak yoki xato qilsak, iqobga tutmagin. Robbimiz bizdan oldingilarga yuklangan kabi og'irliklarni bizga yuklamagin. Robbimiz bizga qudratimiz yetmaydigan narsalarni yuklamagin. Bizni afiyat, mag'firat qil va bizga rahm aylagin. Sen bizning egamizsan. Kofir qavmlarga qarshi bizga yordam ber. Robbimiz bizni hidoyat qilganingdan so'ng qalblarimizni og'dirmagin va bizga o'z huzuringdan rahmat tuhfa etgin. Sen o'zing ser tuhfa zotsan. Robbimiz, sen olamlarda bu haqida hech shubha yo'q kunda jamlaysan. Allohim, va'dangga sen xilof qilmaysan. Robbimiz, bizni gunohlarimiz va ishlarimizdagi isrofgarchiligimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni sobit qilgin va kofir qavmlarga qarshi bizga yordam bergin. Robbimiz, sen kimni do'zaxga kirsang, bataqis uni rasvo qilibsan. Bil va zolimlarga hech qanday yordamchi yo'q. Robbimiz, biz Robbingga iymon keltir deb iymonga chorlagan nidochini qiluvchini eshitdik va iymon keltirdik. Robbimiz, bizni mag'firat qilgin va yomonliklarni o'chirgin. Hamda abrorlar bilan birga o'ldirgin. Robbimiz bizga Rasulullohga va'da qilgan narsalarni bergin va bizni qiyomat kuni rasvo qilmagin. Sen va'dangga xilof qilmaysan. Robbimiz, biz o'zimizga zulm qildik. Bizni mag'firat qilmasang, bizga rahm qilmasang, ziyon ko'rguvchi bo'lamiz. Robbimiz, Allohimizga tavakkal qildik. Robbimiz, bizni zolim qavmlarga fitna qilib qo'yma va o'z rahmating bilan bizga kofirlarga qarshi najot bergin. Allohim, osmonlari yerni yo'qdan bor qilgan zot, sen dunyoyu oxiratda bizlarni valiyimizsan. Bizni musulmon holimizda vafot ettirgin va sog'liklarga qo'shgin. Allohim, bizni va zurriyotlarimizni namozni to'kis ado etadiganlardan qilgin. Robbimiz, duoyimizni qabul et. Robbimiz, hisob kitob qilinadigan kunda bizni, ota-onalarimizni va mo'minlarni mag'firat ayla. Robbimiz, o'zing bizga juftlarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'zlarini quvontiradigan narsalar hadya et va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin. Robbimiz, bizni va bizdan avval iymon bilan o'tgan birodarlarimizni mag'firat qil. Iymon keltirganlarga qalbimizda bilim qo'ymagin. Robbimiz, sen shafqatli, rahmli zotdirsan. Allohim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va u zotning ahli ayollariga o'z rahmatingni yog'laginki, u shunday rahmatga sen Ibrohim alayhissalom va u zotning ahli ayollariga yuborgandirsan. Allohim, sen sharaflangan, maqtalgan zotdirsan. Allohim, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u zotning ahli ayollariga o'z barakotini yuborganki, u shunday barakotga sen uni Ibrohim alayhissalom u zotning ahli ayollariga yuborgandirsan. Sen sharaflangan, maqtalgan zotdirsan. Ya Allohim, bu duo bizdan, ijobat o'zingdan. Mana shu yerda hammamiz kelib, mana o'zingning baytingda ojizona ibodatlar qildik, duolar qildik. Endi o'zing qabul qilgursan. Biz qilgan amallarimizga suyanmaymiz. Seni fazl karamingga suyanamiz. Sen o'ta fazl karamli zotdirsan. Bizga lutf ihson aylagin bu kunlarda. Sen shu lutf ihsoning karaming keng. Ya Allohim, sen berganni to'smaydi hech kim. Sen bermasang hech kim bera olmaydi. Ya Allohim, o'zingga suyandik. Bu duolarni faqat sen qabul qilasan. Sendan boshqa bu olamda qabul qiluvchi zotni o'zi yo'q. Ya Allohim, o'zing ijobat etgin, qabul qilgin. Ya Allohim, bizlarni mana shu yerga kelganlarni shu Ramazon oyida qancha qadamlar bosib keldi. Ya Alloh, qadamlariga Allohim ajr azimlar ato etgin. Ya Alloh, shu qadamlarimizni Allohim o'zing qabul qilgin. O'zing va'dalaring bor. Bu oylarni ko'paytirib beraman degansan. Sen va'dangga xilof qilmaysan. Ya Alloh, sendan har narsani umid qiladigan sensan. Sen va'dangga xilof qilmaysan. Allohim, bizlarni kechirgin. Qabul et. Ya Allohim,
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 قبل الله. Amin. Shu mana Ramazon oyida qancha qorilarimiz o'zingning Qur'oningni bizga hatm qilib namozda o'tib berishdi. Allohim ularning barchasidan rozi bo'lgin. Qur'onda Alloh o'zing ularning qalblarini Qur'on bilan ziynatlagan, ko'zlarini Qur'on bilan ziynatlagan. Ya Allohim Qur'onning rahmatini, barakatini ularga yog'dirgin. Ya Allohim, ya Allohim ularga Qur'onning ichini tashini, ilmini, zohiri, botini ilmlarini ham bildirgin. Ya Allohim, ya Allohim, ya ularni oilalariga o'zing baraka ato et. Topgan haloldan qilgin. Allohim voy ularni aziz qilgin, ularni xorlamagin. Allohim, ya Allohim sening kaloming, ya Allohim bu kaloming kimning ichida sening kaloming bilan sen aziz qilasan albatta. Ya Allohim qolgan shu birodarlarimizni ham hammamizni ham Allohim Qur'oningga bo'lgan muhabbatimizni yana ziyoda qilgin. Allohim, ya Allohim mana shu Ramazonda qancha Qur'on tilovat qildik. Endi shu tilovatimiz to'xtatsa yana shu tilovatimiz bilan yanagi Ramazon oylarigacha yetishgan nasib qilgin. Allohim, ya Allohim sen ko'p bergusan, sen so'raganni yaxshi ko'rasan. Biz so'rashda ham ojizmiz. Sen o'zi so'ramagan narsalarni ham bilasan. Sen ko'p beruvchisan. Ya Allohim, sen biz so'ramagan narsalarimizni ham bergin. Allohim, sen shunday ham zotdirsan. Ya Allohim, sen har bir qalblardagi sirlarni bilguvchisan. Ya Allohim, shu jamoatlar qadamlariga hasanlar. Shu jamoat masjidlarda avvalo o'tganlarimizni, shu masjidlarda obod qilgan oqsoqollarimizni, mahalladagi yurtlarimizni, yurtdoshlarimizni hammasini mag'firat qilgin. Ularning qabrlarini Allohim mana shu kunlardagi ibodatlar bilan nurlantirgin. Yotgan joylarini jannat bog'chalaridan qilgin. Ya Allohim, ya Allohim ularning zurriyotlarini ham Allohim o'zingning taqvo bilan yashashga berdi nasib o'zi aylagin. Ya Allohim, ya Allohim sendan so'raymiz. Alloh sendangina so'raladi. Bu duo ijobat, o'zing duo qilinglar, ijobat qilaman degansan. Biz duo qilishda ojizmiz. Sen qalblarni ortidasan, har bir narsani bilishsan. O'zing ijobat aylagin. Ya Allohim bizlarni mahrum etmagin. Ya Alloh, ya Alloh qabul et, amin. Alloh. Mana shu masjidda xizmat qildim. Qancha birodarlar hamma masjidlarda Ramazon oyida o'zingni roziligini topish uchun, masjidni obod qilish uchun masjidga kelganlarga xizmat qilyapti. Masjidlarni obod qilyapti. Masjidlarda shu kelib ketganlari nimalarda işte o'sha ibodatlar qilyapti. Shu ibodatlarni Allohim qabul etgin. Allohim ularga shu masjidni obod qilganlar qatorida qo'shgin. Allohim ularni qiyomat kuni masjidni obod qilganlar qatorida tirtirgin. Ya Allohim, ya Allohim ularni ham rizqlariga baraka ato etgin. Ya Allohim o'zingni sevadigan, payg'ambaringni sevadigan qilgin. Ya Allohim, ya masjidga muhabbatli qilgan hammamizni. Ya Allohim, ya Allohim sendan ko'p so'raguvchi zot o'zingsan. Allohim, Allohim o'zini qabul qilgin. Shu aytgan so'zlarimizni, qilgan duolarimizni qabul qilgin. Ya Robbil alamin. Amin. Amin. Harakalarimiz haqqiga ham shu qishlog'imizda mazlumlar bor, hibslarda, mana ehson qilganlar bor. Ular haqqiga ham bir duo qilib qo'ysangiz. Ya Allohim, ana qishlog'imizda qancha qorilarimiz bor. Yana ko'payishyapti, o'qishyapti. Allohim ularni yanada ziyoda qilgin. Ular qalblarini, ularning o'qigan Qur'onlarini qalblarimizga nur qilib kirgizgin. Ya Allohim ularni bir Qur'onni ziynatlantiradigan qilgin. Ya Allohim ular bilan Allohim qiyomatda bizlarni bilan birga qilgin. Ya Alloh qiyomat kuni jannatingga aktiradigan o'sha Qur'on bilan yetiradiganlardan qilgin. Ya Robbil alamin. Ya Allohim qancha qishlog'imizdan boshqa yurtlarda ham mazlumlar bor ekan. Allohim, ya Allohim sen eng yaxshi yordamchisan. Sendan boshqa yordamchi yo'q. Ya shu mazlumda yurgan, qiynalib yurgan musulmon birodarlarimizga o'zing yordam bergin. Sening yordaming tez. Ya Allohim sen ularga ma'lum zulm qilayotganlarga o'zing yetarlisan. Ya Alloh sen har birini qalblarini egasisan. Ya Allohim o'zingga mana shu kunda o'zingdan so'raymiz. O'zingga
o'zingga qaytamiz Allohim. Agar o'sha gunohlar tufayli o'z gunohlarni kechirgin Allohim. Ya Allohim, zulm qilayotganlarga ma'voy hidoyatni o'z hidoyat yo'limiz bilan yetarli bo'lgin ya Robbil alamin. Ya Alloh, sen hukm chiqarguvchisan, sen qudratlisan, qudratingni cheki yo'q. Ya Allohim, o'zingga suyandik. Ya Allah, kuch va quvvat Allohim o'zingdan o'zga yo'qdir. Amin.